Mana bugun Qo'qonliklar juda kutgan kun yetib keldi. Endi sizlar yoqtirgan milliy brend Sariqbola pitsa endi Qo'qon shahrida. Hozir esa ilk pitsamiz tayyorlanmoqda. Qani ketdik, hozir shu tayyorlanishini ko'ramiz. Mana endi sizlar bilan ilk pizzamizni degustatsiya qilamiz. Bismillah. Juda mazali. Endi Sariqbola pitsa Qo'qon shahrida 11-maydan o'z ish faoliyatini test rejimda boshlaydi. Hamma qo'qonliklarni Sariqbola pitsada kutib qolamiz.